Bir kishi shayxga savol berib shunday dedi: Modomiki biz yaratilishimizdan oldin bizning saodatli bo'lishimiz yoki baxtsizligimiz yozilgan bo'lsa, biz nega bunchalar qiynalib amal qilishimiz kerak? Uning ma'nosi nima? Ya'ni Alloh biz yaratilishimizdan avval buni yozib qo'ygan bo'lsa, unda nega biz harakat qilamiz? Unda Shayx Ibn Usaymin juda go'zal bir nuqtaga e'tibor qaratdi va dedi: Siz hadisning bir qismini oldingizda, qolgan qismini tashlab qo'ydingiz. Hadisda uning rizqi ham yozilgan deyilgan. Unda nega rizq masalasida shunday demadingiz? Nega har kuni ertalab turib rizq izlab ketasiz va harakat qilasiz? Agar kimdir sizdan nega rizq izlayapsiz deb so'rasa, siz men sabablarni qo'llashim kerak deysiz. Odamlar rizq izlayotganda agar yozilgan bo'lsa nega harakat qilay deb aytmaydi. Shayx Ibn Usaymin aytadi: Xuddi rizqni topish uchun sabablarni qo'llashga buyurilganingiz kabi, hidoyatga erishish uchun ham sabablarni qo'llashingiz shart. Allohga yetish uchun qo'lingizdan kelgan barcha vositalarni ishlating. Chunki Alloh taolo aytadi: Bizning yo'limizda jihod qilgan, kurashgan zotlarni albatta o'z yo'llarimizga hidoyat qilurmiz. Demak, siz harakat qilishingiz kerak. Alloh qalbingizdagi samimiyatni ko'rishi kerak va ba'zan Alloh taolo sizni sinaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda odamlar iymon keltirdik deyishlari bilangina imtihon qilinmagan hollarida qo'yib qo'yilishlarini o'ylaydilarmi?